16 qism. Yo'lda ketyapmiz. Yo'l bo'yidagi go'zal manzaralar hech huzur beradigandak emas. Xiyolim yana shu anamda. Mening yo'qolib ketganligimni bilgandan keyin dadam bechora anamni qiyin qistoqqa elib, nima zolimlarni sag'andi ha? Bechora anam nima ish qilayotgandi? Nima bo'ldi sizga? Xiyol surib o'tirib ketdingizmi? Bir og'izmi gap qilmaysiz? Deydi Bahodir. Shu anamni o'ylayapman. Bechora anam mushtabda nima bo'lib ketgandi? Dadam anamga nima kunlarni sag'andi? Deydim men. Asli onangizni nima bilib kelsak bo'pti ekan. Endi bu qadamni besib bo'ldik. Biz mo bir mazgil turib to'yimizga tushliq pul to'plab olgandan keyin qaytib ketib to'yimizni qilamiz. Dadangiz bak jahillik qilsa onangizni, yo'q, onamizni o'zimiz baqsaqmi bo'laverdi. Dadangiz degan aski ablah bilan meningmi ko'rim yo'q. U qanday qisqson? Ish qilib to'y qilgandan keyin onamizni o'zim boqaman. Deydi Bahodir. Unoq demang Bahodir. O mening dadam, sizningmi dadangiz? Onag'imi o'ng'ay emas. Odamning mijoz xarakterini bir kunda o'zgartirib olib bo'lmaydi emasmi? Dunyoda mukammal nuqsonsiz odam bo'lmaydi. O hamon bir kuni bizni tushunib yetdi. Deydim men. Bahodir jimjit turayotgandan keyin men uningga o'sh. Sizning mushundaq bo'lib qolishingizga u sababchi. Uni hargiz kechirmayman. Shularni deyish mengib, o'rindiqda o'ltirib uxlab qolibman. Qanchalik mangdoq bilmayman. Bir mashinaning signal ovozidan uyg'onib ketdim. Butun mashinalar mushi yo'lda mengayotgandek, mitchida mashina. Bundaq ko'p mashinani ko'rib boqmabdi ekanman. Hayronlik ilkida og'zim echilib qoldi. Ajab xalit ekan, bu haq yo'lning ustiga yo'l yasabdi. Piyodalar yo'lning usti bilan mangdi ekan. Bizning mahalladagi yo'l bo'ylaridek yayim kashlarni yoki harva so'rab mal sotadiganlarni ko'rmaydi. Bahodirga hayronlik ilkida qarab turayotgandan keyin ondan so'radim. Bahodir, bu ya zada qayya? Biz hozir nega keldik? Yo'lning ustida yo'l borgan-ku. Piyodalar ustida, mashinalar ostida mangdi ekan deysa, voy, nimandaq chiq mashinalar bu? Bir-biriga usuvamamda bundaq ko'p mashinalar. Dedim men. Bahodir kulib ketdi. Nima deydigansiz? Bu degan puli bog'i Urumchi, puli yo'qi o'limchi degan shu. Ulanbayga keldik. Az qoldi Urumchining ichiga kirdiganqa. Deydi u. Ondaqda biz qiynalib qolamizmi, Bahodir? Bu nima degan gap? Puli balog'i Urumchi, puli yo'qlog'i o'limchi degan zada nima degan gap? Deb so'radim men. Bu bizning mahallada bir tal piyoz yoki bir baş chamg'ur so'rab tamoq atkili bo'ladi. Ammo bu yerda qo'lin qo'shinlar o'zaro o'tni yerim qilmaydi. Bu yerda hamma narsani setib oladigan gap. Hatto ichadigan suyimizmi pulga keladi, go'zal xonim. Men tirishib ishlasam, ondan kunlarimizni bayashat o'tkazamiz. Shunga siz meni qo'rsqimda osh qo'ymay, uch vaqt tamog'imni etib bermasangiz bo'lmaydi. Deydi Bahodir. Tamoqdan ansirmang. Men tamoqqa bekla usta. Ish qilib qo'zingizni osh qo'ymayman. Tamoq etishga hargiz erinmayman. Deydim men. Xo'tin. Mush yeringizni deyman-da. Mushundaq kelishdi o'qamisa, ha? Deydi Bahodir. Bu yerning manzarasiga qarab hayron qolib Bu 5-oy vaqt bo'lsa-mu, mush kamgacha xeyli qalin kiyim kiyib olgan kishilarga qarab masxir qilib o'tatdim. Yozdirsa, nemishqa mushina qiladigandu yoki sirt shuncha sovuqmidi? Bizning mahallada allaburun yozliq kiyimlarni kiyib yoz qilib o'tgan tursak, egiz binolarga to'lgan go'zal manzaralik Urumchi degan musha o'xshamamdi. Deganlarni xayol qilib turganimda Bahodir menga az qoldiq, chapiringizni kiyib oling. Pastga tushganda to'nglab ketasiz. Deydi. Hay, shuni so'ray deb turatdim. Bu yerdagilar nemishqa qalin kiyim kiyib oladi? Bu degan yozdirsa, sizmi to'nglab ketasiz deysiz-ku. Bu yer shunchalik sovuqmi? Bu yer bizning yurtga boqqanda sovuqroq. Yoz fasli kechikib keladi. Mana mushuna qilib Urumchining ichiga kirdik. Bahodir mashinani haydab 2 qavatlik uylaba oddiy bir yo'lga kirdi. Ham burilibla o'dildagi uyning oldiga kelib mashinani to'xtatdi. Bahodir mashinadan tushib darvozani o'rishga boshladi. Shu vaqtda bir qizning ovozi anglandi. Mana keldim.
chiroyliqini kelgan bir qiz eshikni ochib, uning bo'yniga esilib, quchoqlashib ko'rishdi. Bu qiz zodi kimdi? Nemishqa uning bilan quchoqlashib ko'rishdi? Bu darajada yaqin bo'lsa, bu qiz zodi uning nemisidir? Ichimdagi g'alati qizg'inish qo'zg'alib, ko'zlarimga laqada yosh keldi. Bu paytda qiz bilan Bahodir qo'llaridan tutgan holda mashinaning qishiga keldi. Ular mashinaning qishida turib paranglashdi. Ammo men ularning parangini anglayolmadim. Acaba Bahodir odam berigi bo'lsa, meni bu yerga akilib setib etammi? Bu qiz uning sherikimidi? Yoki uning bir tuqqanimidi? deb o'ylayotgan chog'imda eshik ochilib, Bahodir menga kulimsirab qaragandan keyin keldik Güzelnur. Bu mening singlim. Qiz beshini langshitib, menga atiyani salom qilgandan keyin mashinaning orqasiga o'tib, harvini oldi. Bahodir meni ko'tarib elib, harviga sag'andan keyin qiz yuzimni yuziga yiqib, ba'ayni yaqin tanishdek ko'rishgandan keyin bizni uyga taklif qilib, "Qani, uyga kiraylik. Aka, ajab bir tasdiq kelding. Sahardalab mo'ngiman degan eding. Seni saqlab, atgan ishimni sovib qoldi." Shu bovayning qishiga borgan, uning bilan azarlashib qaytib keldim. Ha, u qandaqroq turibdi? Uning oldiga borsang, yaxshi ish yo'q. Uning dardini onam tatib bo'lamay, jahonni tashlab ketgan edi. Biz hargizmi tatib bo'lamaymiz. Bo'ldi singlim, bu gaplarni deyishmayli. Terisang teriq bo'ladi, tatilsang yeriq bo'ladi deb ko'nglimni parakanda qilg'im yo'q. Deydi Bahodir. Qiz menga qarab kulib qo'ydi. Hamda mening harvamni ishtirganicha uyga boshlab kirdi. Uyda balalarning ovozi anglanayotdi. Yengam degan so'zlardan yuraklarim o'ynab ketdi. U meni e'tirof qildi. U Bahodirning uyidagi birdan-bir meni e'tirof qilgan odam. Shu paytda Bahodirdan cho'ngroq keladigan, o'riqini kelgan bir yigit yugurib chiqdi. Ham Bahodirning qo'lini siqimdab turib, "Elimi kamidingiz aka. Ajabmi seg'indim sizni yo'lingiz qarab. Atgan yo'q ko'cha do'qmishig'ini chiqdim. Ha, yaxshimi yanga? Ahvolingiz yaxshimi? Kagningizni qarshi olmay yanga. Endi bizning yangamiz bo'ladigan bo'ldingiz." Rahmat. Men yaxshi keldim. Deydim men duduqlab turib. Bahodir kulib tashladi. Yanganglar mana shunday muloyim, yuvosh, ortiq gapi yo'q. Buningdan keyin yanganglar bilan yaxshi o'tinglar, ha? U degan esil ayol. Deydi Bahodir ko'nglimni to'q qilib. Qiziq gap qiladigansan aka. Dunyolikda birdan-bir yangamiz bor tursa, uning bilan yaxshi o'tdiganing nimasi? Uning bilan-chi, sendimi yaxshi o'taman? Shundaqmi yanga? Deydi u bola. Bahodirning sonlisining ismi Mangunur ekan. Kulibda turadigan xushchaqchaq, muloyim qizgan. Bu o'riq bolaning ismi Sadir ekan. U Mangunurning yo'ldoshi ekan. Bu bir juftlar Yanfon bozorida ishlaydigan bo'lib, sahardala chiqib ketsa, kechda qaytib keladi ekan. Ularning ishki balasi bor bo'lib, bu balalarni bizni yaklamadi. Meni Güzelnur appa deb chaqirib, shunchalik xush qilyapti. Bahodirmo kelibda ish topgan bo'lg'ashqa, men ular uchining tamog'ini etib, balalarga qarshi bagash, bu yangi muhitga singishib ketdim. Bahodirning sonlisi xush bo'lib, "Siz yo'q vaqtda o'zim tamoq etdim. Etilmagan vaqtda bozordan yeydik. Siz kelib, uyning hamma yeri tamoqning xushbo'riqi puraydigan bo'ldi. Bechora bolalarimmo shunchalik uyning mehriga zor bo'lib ketgan. Biz oldirash bolalarga ko'ngil bilib bo'lamadik. Siz kelganning yoqi ular uy tamoqining mehrini, onalik mehrining hidini topgandek bo'ldi." deb rahmat aytib ketdi. Bu oila shunchalik mehrlik. Shanba-yakshanba biz bog'chaga chiqib o'ynab kelardik. Bahodir bilan Mangunur davomliq meni ishtirib elib mang'atdi. Bormayman deganga o'nimaydi. Menmo bu turmushga ko'nib qoldim. Mening mang'amaydiganligimni, yurish turishimning qolaysizligini ular hargiz chandurib baqmagan edi. Ba'zida ular meni ularga tamoq etib, uylarini yig'ishtirib, gohida kuchim yetgancha kirqatlarini yuyib berganimdan shunchalik xijil bo'lib, qo'limga pul tutqizishib, o'zingiz xohlagan narsalarni, xohlagan kiyimlarni elib kiying. Bizdan rozi bo'lib keting. Sizni ishga selib qo'ydik. Asli sizning ishingizni biz qilib bersak bo'ladi, deb xijil bo'ladi. Bahodir ba'zi vaqtda menga Singlimning kuyovining oldida yuzimni shunchalik yo'riq qildinglar xotin.
Ular sizdan bakli xush. Sendek eskiga bunda xotinning uchrab qolishini o'ylab baxmabdi ekanmiz. Uni bozak etadigan bo'lsang, seningdan aqsinglikdan tenib ketaman deydi texi. Deydi. Ba'zida bir dasta gul setib elib, menga sovg'a qilib. Canım xotin, chapa tatdingiz. Bu gulni sizga sovg'a qilay. Muhabbatimizning yaldamisi bo'lib qolsin. Deydi. Bir ömür mushunaq baxtli o'taman deganlarni xayol qilib yurgan kunlarning birida quruq hö bo'lib, yegan narsam singmaydigan bo'lib qoldi. Qiyin singlim bilan doktorxonaga berib tekshirtganimda, doktor menga "Muborak bo'lsin singlim, ana bo'ladi ekansiz." O 7-chi qism. Boyumda qolganlik xabarini anglab, ya xush bo'lishimni, ya xafa bo'lishimni bilamayla qoldim. Onun bilan texi to'y xiti elib, to'y qilmasam, amdilikda bu balani qaysi yo'lda tug'man? Onun bilan to'y qilib baxtimni topa olsam, bu bir baxt. Uni mendan zerikmaydi. Meningdan yaxshi ma'alaydigan bejirim ayollarga ko'zi tushmaydi deb aytqilib bo'lmaydi-da. Bu xabar menga alam elib kelgan bo'lsa, qiyin singlimni qavatli xush qilib atgan edi. Qiyin singlim menga nur xushallikni tabriklab, sirdan nurg'un nozu ne'matlarni oldi. Texi menga bir qo'r kiyimni elib berdi. Tamoqxonada g'izolanib, yinib kelganma bo'ldik. O'z uyimizga kirgan vaqtda men andishlik ko'zlarim bilan Bahodirga qarab, bu balani qanday qilaman? Balani sada qanday qilamiz? Dedim. Qanday qilatdiq? Bu balani tug'isiz. Adala xalq ishlar idorasiga berib to'y xat olamiz. Azroq pul g'amini olgandan keyin ketib to'yimizni qilamiz-ku. Dedi Bahodir. Ammo Nima ammo? Nimaga ishkilanasiz? Ikkimizning oralig'ida ishkilanish yo'q. Cho'qim to'y qilaman degan ekanman, to'y qilaman. Siz xotirjam bo'ling, ha? Dedi Bahodir. Atsi sahardala biz yurtga qarab yo'l oldik. Bahodirning ko'yinishi burunqidan kuchayib ketdi. Yo'l bo'yi o'zi mashina haydab charchag'ini azdab, menga ko'ngil bo'lishni unutib qolmaydi. Biz yurtga qaytib, odilla xalq ishlar idorasidan to'y xati elib oldik. Shuning bilan biz to'y qilgan bo'ldik. Ammo yurtga kelish bilan onamni teximi siyg'inib ketdim. Qandaqla bo'lmasin, anamni bir ko'rib elishni aytib, Bahodirga yalvordi. Lekin Bahodir menga hozir dadangiz sizni chaynab purkibasa dedi chiqmaydi go'zallar. Eng yaxshisi hozir bormayli. Bundaqli bo'lsak o'zimizga ulag'im yaxshi emas. Men bir mazgil pul topgandan keyin pulni ko'tarib kelib, ularning qo'liga tutqizib, andan to'yimizni qilayli bo'lamdi. Dedi. Ko'zim qiymagan holda yana O'rimchiga qaytib keldik. Shu kundan boshlab Bahodir jon tikib pul topdi. Har bir topgan pullarni menga beradi. Pul yig'ib, yurtga berib, cho'ng to'y qilishni aytib turadi. Mana mushunday qilib, saq 5 oyni to'shqizgan vaqtda onamni seg'inish hissiyotim meni bekla qiynab ketdi. Hamisha bechora onamning dadamning oldida tarnaqini tatilab turgan holati ko'z oldimga keladi. Ammo nima amal? Uning qiyshig'i oq kaptardek uchib beribla, manzillariga suyib, bu yo'llarga esilib, "Ana, seni bekla seg'indim" degili bo'lmasa. Bir kuni kechida bechora onamni kiyim-kechaklari jul-jul holatda darvoza oldida mening ismimni tovlab, har tarafga yo'lqinib izlayotgan holda tushib qoldim. Tushlarimda uni aniq ko'ribdim. Bechora onam shunchalik yodab ketibdi. Ko'zlari ma'yus, nursiz edi. Ana deb to'lg'inimcha cho'chib uyg'onib ketdim. Uyg'onsam, Bahodir mening yoshlarimni etib, meni quchoqlaganicha o'ltiribdi. Bahodirni ko'rib, teximi yig'lab ketdim. Bahodir menga tasalli bergach, meni quchoqlab turib, "Ata ishlagan yerdan hisobotni uzib kelay. Ondan qaytayli. Qaraganda yana onangiz tushingizga kirib qolgan o'xshaydi. Bugun siz mana narsa keraklarni yig'ishtirib tayyorligingizni qilib turing." dedi. Ko'nglim aram tepib, qachonlardadir uxlab qolganligimni bilmayman.
Atsi Мәңгөнүр ketadiganligimizni anglab, bizni tutib qilishga urindi. Bahadirning tushuntirishini anglagandan keyin, "Bo'pti, onangizning roziligini elib ko'rish veling" degenicha bizni o'zitib qo'ydi. Shuna qilib ular bilan bir hazo yig'ilishib xo'shlashgandan keyin yurtga qarab mangdiq. Yo'l bo'yi hayajon ham ansirash miyamni qaplab ketdi. Onam bilan qandoq ko'rishaman? Xo'shni qo'limni anglab qolsa, yugurishib chiqaman. Yoki bo'lmasa o'g'irliqcha uni ko'rib kelsam bo'ladimi? Bahadirni boshlab kiraymi yoki yolg'iz kiraymi? Mana shunaq irmash-chirmash xiyollar bilan tezlik yurtga qaytib keldik. Yana burunqidek Bahadirning tag'isining uyiga keldik. U vaqtda bu uyda tag'isi bor bo'lib, amdala bir yerga maqmoqchi bo'lib tayyor bo'lib turibdi ekan. Biz bilan salomlashgandan keyin, qaytib keldingmi Bahadir? Dadang bilan onangni ko'gilib bordingmi? Ular necha qitim mendan seni surishti qilgan. Men uqmaydiganligimni dedim. Menmo bu uydagi nas keraklarimni yig'ishtirib maqmoqchi. Qaraganda bu uyda turdigandek qilib tursan. Ammo dadangni yo'qlab qo'y. Uning mushu necha yillardan buyon salomatligi faqat yaxshi emas. dedi Bahadirning tag'isi. Men baray degan, lekin uningga qanday yuzlanishni bilamay qoldi ekanman. Lekin hamini boraman tag'a. dedi Bahadir. Biz taraflarga o'tinglar singlim. Men qaytay. Yanganglar uyda saqlab o'tadi. Bir necha kundan keyin yanganglar bilan tomoq chaqirib olsin, ha? Deydi-da, qo'lidagi kichkina so'mkani ko'targan peti chiqib ketdi. Shuning bilan bu uy yanala bizga qoldi. Atsa Bahadir bilan uyimizning yanidagi Habizxon achamning uyiga kirdik. Habizxon acham bizga qarab turib o'tgandan keyin cho'nqur birni tinib etib, meni asta quchoqladi. Ham qo'zg'imga qarab, "Siz ketgandan keyin onangiz ko'p o'qibat tatdi. Dadangiz sizni deb to'li urib, to'li zulm silib, becharaning ko'zidan yosh qo'rimidi. Ammo sizning nega ketganligingizni zinhor aytmadi. Qaraganda bu yigit sizning yo'ldoshingiz o'xshamamdi. Yarim yilning oldida uning bu uyga kelganligini ko'rgan edik. Keyin 2 yilinglar tang yo'qab ketdinglar. Onangiz gaplarning hammani aytmagan bilan, ammo uning ko'zlari bir ishni yo'shirayotgandek turadi. Menmo o'zingizning onangizdek jinim qizim. Nima gapingiz bo'lsa, menga ayting. Men onangizni to'lab beray. Uning bilan mo'ngdishib eling." dedi-da, sapmakashini kiyibla chiqib ketdi. Birdamdan keyin bechara onamni agashtirib kirib keldi. Onamni ko'rib, hayajonlanib, o'ltiramayla qoldim. Agar o'rnimdan tura olgan bo'lsam, yugurib berib, onamning bo'yniga esilib yig'lab ketar bo'g'itdim. Bechara onam meni ko'rib, yig'lab bo'ynimga esildi. "Bechara qizim, oxir qaytib keldingiz. Ko'zimdan uchib ketdingiz-ku qo'zim, jinim bolam." deganicha meni quchoqlab, yenish-yenishlab peshonamga suyib ketdi. To'mpiyib chiqqan qo'zg'imga qarab turib o'tgandan keyin, "Endi qanday qilay deysizlar, bolam?" dedi onam. Bahadir so'z boshlab, To'yga deb bo'lgan to'y qilsaqla bo'ladi. Shunga sizning roziligingizni elib, mushu mahallada bir to'y qilib, go'zallarni uyga ko'chirib ketay deb edim. "Undaqda ota-onangiz bu to'yga qo'shilamdi. Ular rozilik berdimi, bolam?" deb so'radi onam. Yo'q. Onam burunli o'lib ketgan. Dadam qayta to'y qilgan. Uning biz bilan paranglashqidek holi yo'q. To'y ishimga o'zim ega. Uni men olaman, dadam emas. "Undaq deysangiz bo'lmaydi, o'g'lim. Undaq deyman. O'mi bir ota. Balasining to'y qilganligini ko'rish huquqi bor. Shuni sizlar avval dadanglarning qishig'i berib salom qilgandan keyin mening oldimga kelinglar. Mening hech qanday fikrim yo'q. Endi burunqidek Av jahil buvayning og'ziga qarab o'ltirmayman. Sizlarning to'yinglarni o'zim qilib qo'yman, bolam. Deydi anam. Biz qaytib chiqdik. Bechora anam bizga qiymagan holda o'zitib qo'ydi. Uyning atrofiga qarab ketdim. Dadam uyning atrofida yoki yo'lda hech ko'rinmaydi. Onimi siyg'inib qolgan edi. Nimalar bo'lmasin dadam emasmi? Bahadirning tag'isining uyiga qaytib keliblar,
mush ketgancha onamni ko'rmay qoladigandak yig'lab ketdim. Bahodir meni bag'riga besib tasalli berdi. Hamon bir kuni jam bo'ladiganligimizni aytdi. Uning tag'isini ham onamning nasihati bilan atisi chiroyli yasanib, Bahodir bilan uning dadasining qiyshig'iga bordik. Bu qitim Bahodirning dadasining qiyshida 40 yoshlar chamisidagi nahayt chiroyli bir ayol o'ltiradi. Ham bo'g'ayga to'xtamay, ochiqlarga hay berib, dorini ichivasila dadasi. Manga o'xshash dori ichivasila deydiganga odam lozim. Mendan boshqa nimalari bor? O'zlarini oldirib qo'ymaslar dadasi. Da'vat etdi. Bizning kirishimizga ayol beshini ko'tarib, ham mansitmagandek, men bilan Bahodirga bir qarab etgandan keyin, "Ha, men dedim-ku, bugun uyga birisi keladi deb. Ko'nglim to'yg'andi. Biri oromimizni buzadi deb. Balan o'g'illari, balan bolalari keldi. Ha, balanligidan har kuni g'amda yashayapmiz. Sizlarga mavu kasalnimi u tepib berdi mana." dedi ayol. Bahodirning dadasi beshini ko'tarib bizga qaragandan keyin qabiga turilgan holda ayoliga qarab, "Bo'ldi, kapshivamigina. Beshimni og'irtib, nimandaq tugamaydi sening gaplaring. Bu yerda senga gap yo'q. Chiqib ishoni qilaman." Voy, men yomon bo'lib qoldimmi endi? Zoda hammanglarga men yomon. Menli ko'zinglarga sig'mayman. O'g'illari ish tersa, qizlari haq bilan qechib ketsa, hammani mendan ko'radilar. Men yomon bo'lgandan keyin yaxshidan birini elib kirvanmamlar bu uyga. Sana bu yerda ish yo'q dedim. Nimandaq to'lib tugamaydigan gap bu. Kirib ket, ko'zimda yutgina menga. Deginicha qo'lidagi dori qutisini ayolga qartib atdi. Ayol qopqini sozib, g'aljangshgan holatda uyga kirib ketdi. Dada, biz qaytib keldik. Dedi Bahodir. On 8-ci qism. Dada, biz qaytib keldik. Dedi Bahodir. Sen qaytib kelasan, qaytib keladiganingni bildim men. Texi mauningdan balaliq bo'lsa degina, bugunla tushirvat. Bizga bundaq kelinning lozimi yo'q. Sana bir chamdasang, bir chamdug'idek, osi etava, tusi sepova odamlarning qizlarini ep berimman. Men boshtala degan, men hayotli bo'ladiganman, uni sana hargiz ep bermayman. Dedi Bahodirning dadasi. Bu gaplarni anglab, ko'zlarimdan yoshlar to'kildi. Bu uyga qaytib kelganligimdan, Bahodir bilan to'y qilganligimdan shunchalik pushaymon qilib, o'zimni to'xtatolmay qoldim. Bahodir dadasining gapini anglab xafa bo'lib, "Nima deydigansan? Uning qo'rsiqidagi bir jon, ishmushik emas u. Tushirvat degan gap shuncha oson chiqqanda og'zingdan? Tushirvatmayman. Uning bilan to'y qilaman. Uning bilan bir umr yashayman. Mang'amisa nima bo'pti? Mang'amini deb hammamiz uni chetga qilib, uni o'limga majburlamdik. Sen meni mush yerda chanab qiymi qilib bersangmi, men uning bilan to'y qilaman." Ular shunday vaqirishayotganda 25 yoshlar o'pchorisidagi chiroyliqini bir qiz yugurib taqlab keldi. Ham yuguribla Bahodirning bo'yniga esilib, uning bilan quchoqlashib ko'rishdi. Men ajablanib hayron bo'lib turgan vaqtimda qiz menga hayronlik bilan qarab turib ketdi. Shu vaqtda ichidagi uydan Bahodirning o'gay opasi chiqib, qizni tartishtirib epmandi. "Bu achimiz kim o ana?" dedi hiliq qiz. "Voy, kim bo'ladi? Mau lükchakning oladigan qiz ekan. Lükchak to'qirg'il lükchak degan shu-da. Voy voy, bundaq odamga sada mushundaq xotin loyiq sadi." dedi Bahodirning o'gay onasi zarda bilan. Uning so'zlari yuragimni teshib o'tdi. Go'yo bir yanardag'dek yopirilib kelib, meni qo'qasga tashlab etgan edi. Bu tatiyotgan xo'rliqdan o'zimni oladigan yer topolmay qilyotdim. Bahodirning dadasi yana vaqirab ketdi. "Nadiki vijdon, nadiki g'ururi? Vijdonni choyga chilab, g'ururini nonning o'rnida yil bo'lamda. Uning qo'liga pul va balani tushirib yetib, shu pullar bilan buningdan keyin yaxshi yashsin. Mani bu uyga kelin qilmaymi deb qo'yay. Uning sening bilan yoshlig'ini men bir ko'ray." Acaba sen anamni tashlab ketgandek, menmi uni tashlab ketsam,
o'z pushtimni rahimsizlarcha tushirib etib odam qalbidan chiqib ketsam bo'ladi ekan, ha? Shu vaqtda onamning senga nima deb yolvurg'ini hali hamma esimda bor. Bichora onam shu vaqtda bolalarini yetim qilmaslik uchun sening dardlaringni ko'tirgan. Ammo sen-chi, u ayolni uyingga akirib olib, bizning ko'z oldimizda buzuqchilik qilib yurding. Bichora onam eshik tuyida sening buzuqchiligingni ko'rib, yum-yum yig'lab yurib, yuragi azobga to'shib yurib ketdi. Bahodir mushularni da'vatganda, Bahodirning dadasi oldiga yo'pirilib kelib, uning yuziga necha qachat selibatdi. O'zing yaxshi ko'rganni olsang bo'ladi, ammo menga o'xshash miyib, hech nima qilib kelmaydigan ayolni olsang bo'lmaydi. Men degan sening dadang. Sen nima deyapsan? Onang o'zdan ko'rsin. Uningdek yaramas mis xotindan menga hech qachon yaxshilik kelmagan. Yaxshilik kelmadi deb qo'y. Yaqangni oqartgan, quchog'ni pokiz tutgan, sana ikki bola tug'ib bergan ayolni amdilikda sana asqatmaganni aytib, datlab ketganing nimasi, ha? Bu insofsiz. Sana hech qanday yaxshilik tegmagandan keyin menimi bolam dema bo'ldi. Deydi Bahodir. Ularning bu darajada azorlashganligini ko'rishni xohlamadim. Harvamni qaytirib, asta yenib chiqdim. Bahodirni kaynimdan barar deb o'ylabdim. Uning tag'isining uyiga kelib, xeyli uzoq saqlasam-mu, u kelmadi. Ajaba dadasi uni uyga solib qo'yganmidi? Yoki yo'li bilan ishi chiqib qolganmidi? Deb kech bo'lishini saqlab turdi. Kech bo'lgandimi yo'q. Atsimi yo'q. O'g'ini asla yo'q. Bahodirga zada nima bo'lgandi? Ajaba dadasining yipi bilan o'zgarib, meni tashlab ketganmidi? Shularni xiyol qilib, chaqliq harvamni ishtirib, ko'chaga chiqdim. Menga vataman. Hech bir yo'llarimning davomi yo'q edi. Bahodir bilan bag'an daryo bo'yiga keldim. Suning aqiniga qarab, musha daryoda eqib baqsam. Eqib, odam inson oyoq bosmaydigan yerlarga kelsam. Hech kim azor bermay, shu yerda jimjit yashasam deb o'yladim. Ammo mendek to'g'riga jangalliqdimi makon yo'q. Shularni xiyol qilib mang'idimda, ko'rik beshida bir ayol o'sma saytayotgandek qiladi. Uninga qarab qo'yib o'tib ketgan vaqtimda, u menga keling afkam, azroq o'smaylang. Aynak qarab o'smani qo'yib olsangiz, ruhliq bo'lib qolasiz. Ayol kishi degan chiroyli yurishi kerak. Keling, azon berib etdim, dedi. U ayol ayni onamga o'xshab, ko'zlarimga bechora onamning siymasi kelib o'tadi. Harvamni ishtirib kelganimda, u menga qarab, ko'nglingiz parakan o'xshamamdi. Qo'rsig'ingizga nechayliq bo'ldi? Sizdan pul olmayvkam. Eling, uyga berib o'sma qo'ying. Kayfiyatingiz ozroq bo'lsa-mu, yaxshi bo'lib qoladi. Aynak qarab, kulimsirashni unutib qolmang, dedi u ayol mehribonlik bilan. Uning bu so'zlaridan ko'zimga yosh olashdi. Yo'q, unaq emas. Kayfiyatim yaxshi. Lekin shu ozroq charchab qolgan o'xshayman. Pul olmasangiz bo'lmaydi, eling. Undaq demang. Bo'ldi, eling. Ata, yana kelasiz. At kelgan vaqtingizda bekorga bermayman-jimi? Do'st bo'lib qolaylik. Ishingiz bo'lmasa, bu yerga chiqing. Birdan paranglashimiz. Qaraganda uyda osh tomoq etib, bir yerda ishlamaydigan o'xshaysiz. Mendek chaqli qaroda o'ltiradigan, haq ishtirib qo'ymasa, ma'amaydigan bir odam nada ishlayalaydi. Taqdirimga mushu becharaligim bitilgan o'xshaydi. Men hech ish qilmayman. Hech kimga kerak kelmayman. Kichkimdan mushunaq tashlandiqman. Bizdeklarning yashash huquqi bo'lmagandek, xushal bo'lish huquqimizmi bo'lmaydi ekan? Voy, undaq demang, jinim qizim. Kim tashlandiq deydi sizni? Faqatla o'z o'rningizni topolmagan yeringiz bor, jinim qizim. Hergiz undaq demang. Bir qism odamlardan miyib odamlar ming yaxshi. Rahmat sizga, acha. Endi men ketay. At kelay, at siz bilan mo'ngdishib ketaman. Rahmat. Dedim men. Endi dadamning degini keldim o'qandaq. O'zim ota-onamga yuk bo'lib yashayotganimda, yana bu balaga yuk qilamanmi? Shu xiyol bilan ayol bergan bir siqim o'smani ko'targan beti uyga qaytib keldim. Chaqliq harvamni ishtirib yurib, oshxona uyiga kirdim. To'nglatquda Bahodir elib toshqizib qo'ygan narsalar liqqada turadi. Ko'z oldimda Bahodirning kulib qarab, tomoq yeyotgan siymasi ko'rindi.
Mushundaq bir umr tamoq etib bersangiz, zerikmay yeymanjimi? degan edi u. Mana bir umr emas, yarim yilg'imi paylamadi u. Örümchiga berib uning singlisi bilan bir oy turib, bir oydan keyin qonunliq to'y hidi elib, uning singlisi ikki bolasi bilan o'ltirib bir vaqt tamoq yeb, oddiyli to'yimizni qilgan bo'ldik. Bahodir yurtga borgandan keyin cho'ng to'y qilib beraman degan. To'y qilib bermasimi mayli edi, ammo tashlab ketmasa bo'ladi. Sizik bo'p, kech kunduz yondirib, yotgan ko'rpa, hatto uning maydilariga yondirib yotgan vaqtimda siz kelmang deb yondirib yotgan qusuqlarimni aytdi. Meni kichik boladek papilab, oqshom hojatga chiqqandimi meni yudib elib chiqib, kichik bolani to'sqandek to'sib, holimdan xabar olgan Bahodir. Endi zodi nemishqa meni tashlab ketadi. Nima ish bu? Xotin, haling nadan nagicha? Sen nada degan bir ig'iz so'zni aytib qo'ymadi. U yo'qib ketgan mushu bir hafta ichida uningga biraman qaytam telefon qilib, biraman qaytam qisqa uchur yo'llagandim. Telefoni izchil etik edi. Ko'zimga yosh ag'an holda o'ltirganimda darvoza echildi. Ajaba Bahodirmidi? Boyatili taqab qo'yib yenib kirgan darvozani kim echib kirgandi? Shularni xiyol qilib atgan vaqtimda Bahodirning o'gay opasi Bahodirning uyida uchratgan hiyliq qizni agashtirib kirib keldi. On 9-cı qism. Bahodirning o'gay opasi Bahodirning uyida uchratgan hiyliq qizni agashtirib kirib keldi. Tanqab turibla qoldim. Ular bu yerga zada nimaga kelgandi? Hada, qanaq ahvolingiz yaxshimi? Bu yoqlarga kelib qapsiz-ku. Qo'ya, undaq yig'lama gapingni. Kim sening hadankan? Bahodir buningdan keyin sening qishingga kelmaydi. Eng yaxshisi, ko'di ko'pangni yig'ishtirib bu uydan darhol yo'qol. Enimning uyi bu. Ular bu uyni ishlatadigan. Xiyolingda Bahodir bilan qo'saq ko'tarib bu uyni egallab olsam bo'ladi deb o'ylab qolganmiding? Eng yaxshisi hozirli yo'qol. dedi Bahodirning o'gay opasi. Undaqda Bahodir o'zi qini. Hoy, qinim. Ajab Bahodir qini deb so'rab ketibdi-ku. Bahodir endi kelmaydi. Gap shu. Bu uyni biz ishlatamiz. O'g'limni o'ylayman, bu uyga kelin akiraman. Ha, eng yaxshisi hozirlicha bu uydan yo'qolib basla. Men Bahodirning o'zi bilan ko'rishman. Uning o'zi bilan ko'rishman. Yoshlarim yuzimni yuyib, haqorat, tildashnamla yuragimni o'rtagan daqiqada mana shu so'zni aran aytaladim. Bahodirning eng kichik singlisi meni silkib turib, "O'yey, nimani ko'rshatding? Bahodir akam bu yerda emas, aldingmi? O tanirgan atigan urumchiga ketdi. Meni-chi, sana xabar qilib qo'yishni buyurdi. Senda keshtimiga qarg'a kelmaydigan kasal ko'psi bir xotin bilan to'y qilmaydi ekan, aldingmi? Bundan keyin-chi, Bahodir akamning kayniga kirib olchi bo'lma. Sening bizning uyga loziming yo'q. Bahodir akam bilan ko'rishadiganqa salohiyating to'shmaydi sendek takorning." Undaq deymanglar. Bahodir mendan hargiz voz kechmaydi. O meni tashlab ketmaydi. Bu yolg'on. Onunga cho'qim bir ish bo'ldi. Ko'nglim tuyib turibdi. Uning bilan meni ko'rishga qo'yinglar. Bahodirning o'gay opasi, "Voy. Buningcha og'zimizni o'pirtib o'ltirmay kudi ko'palarni qo'ltiqiga qistirib, bu uydan ishtirib chiqarib etayli. Ha, nima qilalaydi bu to'kur?" Degenicha kiyim-kechaklarimni bir bo'g'chaga chigib, quchqimga qo'yib qo'ygandan keyin chaqliq qarvamni ishtirgan peti darvozaning teshiga chiqarib atdi. Ularga o'tinib, yalvorishga boshladim. "Unda qilmanglar. Qo'zg'imda Bahodirning bolasi bor. Uning bilan ko'rishiman. Men endi qanday yashayman? Meni Bahodir bilan ko'rishtiringlar, uni ko'raman." deb yig'lashga boshladim. Ammo ular parvosizlarcha mashinaga chiqib ketib qoldi. Men nega boraman? Nada turaman? Harvomni ishtirib mangdigan nishonim aniq emas holda ketib boraman. Havo tutilib, chaqmoq chaqdi. Birdamdan keyin sharildab yomg'ir quyib o'tdi. Yomg'ir.
ko'z yoshlarimni o'zing bilan birga ilib ket deb o'zimga pichirlab heliqi kuni osma saydivagan ko'rik beshiga keldim. Ko'rik beshida heliqi ayol bor ekan. U osmalarni yig'ishtirib maqmoqchi bo'lib turganda u meni ko'rib to'xtadi ham menga qarab voy jinim qizim, nim bo'ldi sizga? Yomg'irda qapsiz-ku. Nega borasiz, men opirib qo'yay. Nega boradiganligimni bilmayman. Nega berishimni bilmayman. Mening bag'dak joyim yo'q. Dedim men nayda töven ovozda. Sizga nim bo'ldi? Nega boradiganimni bilmayman deysiz-ku. Sizga zodi nim bo'ldi qizim. Nimishqa buncha bo'lib ketdingiz? Dedi osma satadigan ayol. Ben teltek sfeyram buldum. Ben tükeştim. Mening endi hech nimam qolmadi. Anammi, atammi, hatta erimmi yenimda yo'q. Mushu qo'sig'imdagi baladan boshqa hech nimam qolmadi. Deb ayolga esilib yig'lab ketdim. Ayol kichkina toksikletning oldiga o'smani qo'yib, meni ko'tarib Мәңбәр тәсті токсиклетнің алдыдегі орында олтырғызғандың кейін харвамны сөріп, ямғорды хайдап меңа вататты. Оныңға еш неме демеді. Мені нәйге апырсыз, нәйге барымыз деген сөзімі етмеді. Токсиклет меңіп, дәлді 20 минут болғанда, ішкі тарпы қоршау тамбылан қоршағылық тары бір yolның әң ішедегі көні бір өйінің алдыға беріп тоқтады. Шәһәрді мұшынық патқақлық тары yola бай екен, deganlarni xiyol qilatdim. Ayol darvozani ochgandan keyin toksikletni haydab hovliga akirdi. Hovlida pakar lamba bo'lib, bu yerga yomg'ir tushmaydi. U meni yana burunqidek ko'tarib, harvaga o'ltirg'izib, ishtirib uyga elib kirdi. Uy qop-qorong'u, shunchalik zaifuraydi. U meni teshidagi uydagi kona yertilib Nachi yerga yamoq selingan lada kristoning ustiga o'ltirg'izdi. Usti beshingiz o'l bo'lib ketdi qizim. Birdan turib tursangiz, men usti beshingizni yengushlab, chechingizni yuyib qo'yay. Hozirla yuyundirib qo'yay desam, zukamdab qolasizmikin deb qo'rqyapman. Eng avval kiyim-kechigingizni yengushlab eling. Bo'g'chingizdagi kiyimlar o'l bo'lib ketgan o'xshaydi. Meninkini kiyim. Deginicha, uydagi kiyim-kechaklarni elib Mushi yadali kiyimlarni yangushlab qo'ydi. Uning yo'g'on, qalin chopodini kiyib, azroq isig'anak bo'ldim. Ichidagi uydan taraq-turuq qilgan shapa anglanib, bir erning ovozi chiqdi. Ay, Havoxon, uyga kim keldi? Qishimga kirib qo'yaymi demaysan-ku? Dedi bir er zaif ovozda. Ayol ichidagi uyni sharatlab turib, Ballarning dadisi uyda og'riq edi. Necha yil bo'ldi yetib qolg'ili. Uni qo'ziga ochgan o'xshaydi. Men kirib chiqay-ya. Dedi. Ma'qul, dedim men. U kirib ketib uzoqdan keyin chiqdi. Ham sirtqa tamoq atkilmangdi. Menmo haromni ishtirib, uning bilan tang sirtqa chiqdim. Acha, bu uylarni chiqib etmadimi? Bundaq kapilik uylarni chiqib etib, o'rniga yer davrash chidamliq uylarni silib berib-atadi-ku, dedim men. Ayolning ko'nglini bir g'ashlik qopladi. Nemishqimi so'raganda men, o'zimning ishi bilan bo'lsam bo'lmadimi? Yaxshilik qilib uyga akilib, kiyim-kechaklarini kiydirib, yana menga tomoq etib bermoqchi bo'lgan vaqtda nima qilatdim ortiq ishga aralashib, deb degan gapimga pushaymon qilib ketdim. Ha, cheqiladiganga uqtirish tushgan. Bu uyning o'rnig'imi bino uy bergandi. Ammo erimning holi shu. 5-qavatdan tegib qopti ekan. Ba'zan vaqtlarda uni yudib tushirib bo'lmaydi ekanman. Buni mas'ul rahbarlarga inkos qilgan. Shunga ostidagi qavatdan uy tegib qolsa, almashtirib berayli degan edi. Amalsizlikdan turib singlim. Burun ko'chib, yangi uyimizga ketayli degan vaqtda bu odam zinhor unmadi. Ota-bobomdan qolgan qattiyli chaqmayman deb. Shuning bilan mushundoq turib qoldik. Qo'shilgan vaqtda ostidagi uylar to'shib ketib, ustidagi 5-qavatdagi uy tegibdi ekan. Bu bizga qulaysiz bo'lib qoldi singlim. Partiya hukumatimiz bak odil ekan.
Bizning qiyinchiliklarimizni bilgandan keyin bu ishni hal qilib beradiganға va'da bergan. Bizmo bir necha kun tursak, ondan yangi uyimizga ko'chib ketamiz. Ular bir qo'lliq ko'chirib qo'ydi. Deydi ayol. Ayolning gapidan menmo hukumat o'rinlariga berib, adolatni yoqlab berishni, Bahadirning balaga ega bo'lishini talab qilib bo'lsam, hamma ishlarni yo'lida hal qilib beramo, yoki bo'lmasa to'y qilmay turib, Bahadirning kaynidan qochib ketganligim uchun kari bo'lmasmi? Oxirini o'ylashga jur'at qilolmadim. Dadam mushunaq ishlarning bo'ladiganligini oldin faraz qilgan. Shunga mening to'y qilishimga qo'shilmagan. Endi da'vo qilib nega borman? Tashkil Bahadirnimi balaga ega bo'lib, ana bola ishkimizni bexishga buyurib qo'yar. Shu sababdan Bahadir menga o'ch bo'lib qelib, meni xo'rlab qo'ysa, uning dadasidek ko'zimning oldida boshqalar bilan buzuqchilik qilib yursa, bu menga alam emasmi? Har ishlarning yaxshi hal bo'lishini talab, o'zimga madad beray. Mana shularni xiyol qilib, oddiygina qilgan chamg'urning ko'ki bilan zinatlangan bu suiqashni shunchalik mazza qilib ichdim. Kechda bu ayolga o'zining beshidan o'tgan ishlarni so'zlab, bu qarang'uliqdan qanday qutulish haqida maslahat berishga talmurdi. Ayol zan selib anglagandan keyin, asli mengu sizga fikr bergudek yo'lda emas. Bu bola acaba rostila sizdan voz kechib, bolangiz bilan sizni bu holatda tashlab qo'yami? Meningmi faqat ishongim kelmaydi do'stlarim. Uningga biror ish bo'lib qolgan o'xshaydi. Eng yaxshisi ota-onangizga qaydimang. Ularning oldiga bering. Ulardan o'zingizni kechirishni ayting. Mening onammi yo'q, dadammi yo'q. Men ayni yili onamni, dadamni yetkicha qaqshatgan. Bechora onam kirqatlarimni yuyib beradi. Qo'limni hech qanday ishga egir qilmaydim. Keyin hozirgi yo'ldishim bilan tanishib, uning bilan muhabbatlashib yurdim. Bechora onamdan olgan pullarni uningga g'ajlab berdim. U mening pulimni turalg'i joyimni ko'zlabla yaxshi o'tibdi ekan. Uyim bor deb aldab qo'ygani bilan u ijara uy ekan. Doim kiyim-kechakni qotirib kiyib, o'zini puldor ko'rsatgani bilan tilining ichida tili borlig'ini bilganimda allaburun kechikkandim. Bechora onam yig'lab turib, bu erga tegma, bu er hamon bir kuni seni vayron qiladi desa, onamni silkibdimi? Onamning unmag'iniga unmay, bir bo'p kiyimni ko'tiribla uning ijara olgan uyga kelib to'y xiti oldim. Keyin onam o'lib ketdi. Onam o'lib ketib uzunga qolmay, erim bilan bizning uyga ko'chib keldik. Erim kech-kechalab qima o'ynab, uyga kirmas bo'lib oldi. Buning surishtisini qilsam, haqidek urib, qo'polmas qilaverdi. Yamanlab ketay desam, boradigan yerim yo'q. Bechora onam qabrisiga kirib ketgan. Ayni vaqtda qilganlarim uchun uning qabrisini quchoqlab yig'lasam, o'rniga kelmaydi. U qimar o'ynab, yerlarimizni o'ttiribdi. Uyimizdan boshqa hech nimasi qolmadi. Balamga homildor bo'lsam-mu, boshqalarning etiz eriqlarida ishlab yurib, g'urgul bo'lsa-mu, turmushimni qamdaydi. Ammo tug'ilganiga oz qolgan vaqtda u tuyuqsiz yo'qolib ketdi. Ko'ngli tatqandi keladi. Ammo u kelmadi. Shuning bilan uyimda yolg'iz to'lg'oq tatib, michchida qonning ichida yetib, balani tug'di. Dal shu vaqtda qo'shnimiz kirib, meni doktorxonaga olib bordi. Lekin balam tug'ilibla o'lib qoldi. Shundan keyin menda odat to'xtamadi. 1-2 oy odat ko'rib, balamning ich og'rig'i bir, o'zimning kesili bir tug'ishib ketdi. Shundan keyin faqatla ona bo'lolmadim.
Keyin o onamdan qolgan öynümü uttirib etdi. Onundan ümidimni üzüp shaharga ko'chib kirib oldim. Keyin kanat kadiri meni izlab kelib, yo'ldashimning boshqalar tarafidan urib qattiq tayoq zarbasidan badanining tuvan qismi sezmaydigan palach bo'lib qolganligini, uning naqadar yordamga muhtoj ekanligini aytdi. Boshda uningga ich og'ritmayman, endi boqmayman degan edim. Ayol kishi degan bak rahimdil keladi ekan. Amalsiz uni akilib boqdim. Hukumatga ig'irchilik selishni xohlamadim. Shunga ko'rik bo'yida bir narsa setyapman singlim, dedi ayol. Men sizga ig'rimni selib bu yerga kelib yedivag'dim deymisiz? Men at qaytay. Siz degandek anam dadamning qiyshig'i boray. Ularni helimi bek qaqshatdim. Siz aytgandek o'lib ketgandan keyin ho'ngrab yig'lasaqmi o'rniga kelmaydi ekan. Rahmat sizga hada, dedim men. Voy nima deydigansiz singlim. Bir odamning biror qoch tomoq yeganiga biz kambag'al bo'lib ketmaymiz. Yemaganiga boy bo'lib ketmaymiz. Agar xohlasangiz turaversangiz bo'ladi. Lekin shu onangizning ansirab qolishidan qo'rqaman. Bir necha kun bu yerda turing. Men bilan nas kerak setishib bering. Ondan qaysingizmi bo'ladi? Dadangizning ochchig'i yomon bo'lsa, qaynab to'xtab qoladi. Har kimga mehrimiz bilan qaraylik. Mehr bergandila har ishni o'z yo'lida hal qilg'ili bo'ladi, dedi. Uyga borsam, dadamning meni urib, tayoq to'qmoqqa besib yetadiganligini bilsam-mu, yanala uning gapi bo'yicha uyga ketishni tanladim. Şigirmenchi qism. Uyga borsam, dadamning urib, tayoq to'qmoqqa besib yetadiganligini bilsam-mu, yanala uning gapi bo'yicha ketishni tanladim. Ketmay qanday qilaman? Haqning uyida ayillab turib olishning o'rni yo'q-da. Oxiri 2 kun bo'lganda ayolning yordamida uyga qaytib keldim. Dadamning sovuqli qaragan chiroyiga duch keldim. U meni ko'ribla o'rnidan yugurib keldi-da, yuzimga shaloqida tukirib, "Yo'qol, paskina. Sendek balam yo'q mening. Buningdan keyin ko'zimga ko'rinma. Yuzini satgan qanjuq hayvonning balasi. Seni baqqanga bir mushk beqib qo'ygan bo'lsam-mu, o'ydagi chashqalarni tutib beradi menga. Yo'qol!" dedi. Dadamning og'zidan chiqayotgan tillaga xejilchilikdan o'layli deb qoldim. Gap qilmay yig'lab esadab turganimda, o'sma satqichi ayol, og'zingizni besib olsangiz bo'lamdikin. Nima degan sat gap u? Dada turibmi, mushundaq sat gap qilamsiz? dedi. Nimish qilib besvog'dakman. Uning nimish qilganligini bilamsiz? Biri bilan qechib ketib, qo'rsig'ini pompaytib qaytib kelibdi. Ma yuzimni na qo'yimman. Ma paskini manganmagandikin, o'zining yo'lini topamagandikin, uyda jim o'ltirdigan nima? Uni ish hisobdimanmi, ha? Uni qo'rsig'ini och qo'yibdimanmi, uchisini yalang'och qo'yibdimanmi? Uningga allibirim mushundaq degandim, tashlab ketdi-do, yana biz qolamiz degandim. Aqlini topmaydigan aqlsiz hayvon, odam emas, hayvon beqibdiman. dedi dadam. U har vaqt meni uraman deb yo'pirilib turibdi. Ammo ayol uning oldini to'sib, "Nimani ayiblaysiz? Bo'ladigan ish bo'ldi. Uningmi to'y qilish erkinligi ham oila qurish huquqi bor. To'y qilishni siz hargizmi to'sib qolmaysiz. Yeshiga to'sila kim bilan to'y qilishi u o'zining ishi. Eng yaxshisi qo'lingizni tanglamasangiz qandoq? Kichikkina qizga qo'lingizni tanglasangiz baksa turadi ekan", dedi o'sma satqichi ayol. "Siz kimdingiz? Bizning oilaning ishiga aralashadigan. O'zingizni kim chaqlab qoldingiz? Bu bizning oilaning ishi. Yot odamlar aralashmasin." "Men sizlarning oilaning ishiga aralashmaydim. Haqning deb ketdingiz. Men shu haq. Ammo sizdek atalmış dadasining
haqdan o'ta bu balani azoblanishini ko'rib turib, mening ko'nglim unimidi. Mehri muhabbatlik bo'layli. Bir dadadak ish qilsangiz qanday bo'lar? Balangizga mehr bersangiz, umi ezib tezib saxta muhabbatning kayniga kirib ketmas bo'g'iydi. Ochiq aqlni kesidi. Agar siz mushunda qistaversangiz, qizingiz o'lib olsa, bu mas'uliyatdan hargiz qochib qutulolmaysiz. Shu vaqtda men sizning bugungi qilganlaringizni soqchilar oldida deb guvohlikdan o'tib berishim mumkin. Shunga eng yaxshisi balaning azoblangan vaqtidan foydalanib, uni halokat yo'liga ishtiravermang. Dedi o'sma sotqichi ayol. Shu paytda anam sirtdan kirib keldi. Ham yugurib kelib meni quchoqladi. Yuzlarimni alqanlari arsiga elib, hedimni hedladi. Axir qaytib kelibsiz jinim qizim. Axir qaytib kelibsiz. Sizni bak sig'indim balam. Endi ketmang jinim qizim. Endi ketmaydi, endi qizing ketmaydi. Qip shugan ishlarni ko'rdingmi? Qo'sqini pompaytib yinib ketdayna. O tashlayib yutidi, ketib qoladi desam ishonmay ketgan. Mana balam bo'ldimi? Endi ma'o qizing bilan qo'shib qo'sqidagi balasini tang baq. Bu bir paravollik o'rni olgankin. Deydi dadam. O'smicha ajam xo'shlashib ketgandan keyin dadam tükürüp yuzlarimga kachatlab, sattilla bilan haqoratlab talladi. Anam to'sib edi. Anamni qo'shib o'rab, bechara anamni bo'sh qo'ymadi. Andan vaqirab turib, balani atila tushirib etishni buyurdi. Ursula, urib o'ldiribsizlar meni. Men bunday ishni qilmayman. Tug'lay deb qolgan balani oldirib etish degan xatarlik ahvol bilmamdilar uni. Agar yana majburlaversizlar, yo'qolsam yo'qoldim. Sizlardan aytirishib balani o'zim boqaman. Bu yerdan kechtirib yo'q bo'laman. Deydi anam keskin qilib. Dadam titragan holda bizga qarab vaqirdi. Yo'qolishay ko'zimga ko'rinishmigina, 2 kiloni ko'zim ko'msin. Anam meni ishtirib uyiga akirib ketdi. Men anamga esilib turib, shunchalik yig'ladim. Anam kechicha uxlamay menga tasalli berib chiqdi. Mana shu kundan boshlab uyimga qaytib turdim. Sirt bilan aloqalashmay, telefon degan narsani ishlatmay deb, telefonimni hujramdagi kichik tatmaga silib qo'ygan beti echibmi boqmabdiman. Bu uyga kelib, saq 20 kun bo'lgan vaqtda ho'ylada dadam bilan birining vaqirashgan ovozi anglanib, uyqumdan uyg'onib ketdim. Nim deb kelding? Xohlasang tashlab o'tib, xohlasang izlab keladigan odammi biz? Yo'qlama. Deydi dadam. Men tashlab etmadim. U mening ayolim. Qo'rsqida mening bolam bor. Mana bu bizning to'y xetimiz. Biz degan ayol. Meni hech kim to'sib olamaydi. Uni ep ketaman. Da'vat etdi. Bu Bahodirning ovozi edi. Yuraklarim titrlab ketdi. Dariza oldiga keldim. U o'rg'lab, judab ketgan bo'lib, bir qo'li bo'yniga aqlati bilan chigib qo'yilgan edi. Yaralanib tikanda, dedim-da, haromni ishtirib ho'ylaga chiqdim. Hamda uningga o'zimni atdim. Bahodir! Siz Bahodirmi? Ko'zlarimga ishongim kelmayotdi. Nima bo'ldingiz? Nima bo'lib yaralandingiz? Dedim men ansirab. Ey, numussiz paskina, men qarab tursam qilayotgan qilig'ini qara. Numus qilgin ey. Dedi dadam menga vaqirab. Ammo Bahodir dadamga sat chekchiyib qo'yib, menga qarab so'zlashga boshladi. Siz chiqib ketgandan keyin kayningizdan qo'g'lab chiqib mashinaga so'qilib ketdim, Go'zalnur. Bak ig'ir yaralang'achqa doktorxonada yetib qoldim. Keyin sizga telefon urdim. İzdab uyga bordim. Hech yerdan topamadim. Surishtirib oxiri ko'rik pechidagi ochimizdan sizdan bu yerga qaytib ketganligingizni uqdim. Endi ayrilmayman. Sizdan ayrilmayman, Go'zalnur. Bizni hech kim ayirib etmaydi. Biz bu yerdan ketaylik. Dedi. Asli u mendan hech qachon voz kechmabdi ekan. U mendan bir umr ayrilmaydi ekan. Uni mahkam quchoqladim. U meni quchoqladi. Dadam nima qilarini bilmay qarab turib qoldi. Bir-birimizdan ajragandan keyin Bahodir dadamga vaqirab turib, "Anglab turing, janobi qiynata. Men Go'zalnurdan voz kechmayman. Uningdan bir umr ayrilmayman. Hayotli bo'lsam uni tashlab ketmayman. Mana bu bizning to'y xetimiz, qonunli to'y xeti. Men bugun uni etib ketaman. Ertaga uning bilan cho'ng to'y qilib, mahalla qo'yga mariki beraman. Endi meni to'siman dema." dedi.
Dadam nima deyishini bilmay, qabaqlardan muz yig'dirib, titirgan holda qarab turibla qoldi. Bahadır meni ishtirib, uydan elib chiqdi. Biz yana Urumchiga qaytib keldik. Uning singlisi Sadir ikki bolasi bilan yana jam bo'ldik. Menmo ay kunim to'shib bir qiz tug'ib, qizimga Beliqiz deb ism qo'ydim. Bola 7 oylik bo'lgan chaqda Bahadirning uyiga elib keldik. Bahadirning dadasi yana qapqidan muz yig'dirib, qapqini turib o'ltiradi. Balani ko'tarib kirib, Bahadir uning quchqig'iga qo'ydi. Qizimmo uning bu yillarga esilib, so'yib, ba'ayni tonish odamdek uningga erkilayotdi. Bahadirning dadasimi erib ketdi. Balani quchqida o'ltirg'izib, so'yib, erkilatishga boshladi. Bahadirning yuziga kulgi yugurdi. Shu vaqtda Bahadirning o'gay opasi Tunsaxon hayronlik ilkida bo'y bilan qizimga qarab qo'yotdi. Kaynadala uning qizimi kirib keldi. "Vey, mau xotini, ezga o'xshash miyib bir bola tug'andikan desam, ajab, saq bejirim, nayda umaq bola tug'ibdi. Bu mumkinmi? Dadani aldash uchun bir yerdan birasining bolasini ko'tarib o'g'irlab kelmagansan, ha?" dedi Bahadirning eng kichik singlisi. Bahadir ochiqida o'gay onasi bilan bu qizning tanavini tatib, xeyli jimiqtirib qo'ydi. Menmo boshda shunchalik ansirgan edim. Balam miyib tug'ilib qolsa, zada qana qilaman deb. Ham uning oldida necha qaytim doktorxonada tekshirtgan. Ammo balam sapsaq tug'ildi. Buningdan shunchalik xush bo'ldim. Bahadir qarqim to'shqicha meni kichik balani baqqandek pabalab baqdi. Yenimdan ayrilmadi. Mana shuna qilib bu uyga sig'ib qoldik. Bahadirning dadasimi baladan bir kunma ayrilmaydi. Kechsimi balani akrab o'zining hujrasida bela uxlaydi. O'gay onasi chidamay kodillashga boshlaydi. "Nadimi ipkirdima u balani? Buvay, bizni unutib ketdiysa, mau kichik tulkijin bu lukchakni o'zgartib boshqacha odam qilyapti. Bu bola uchun meni uydan qo'g'livatgili tasla qoldi texi. Zodi bu to'kurning baxtali ajoyibgan desa, xeyli odamga bergan talayni bu to'kurga beribdi ekan." deb qaqshig'anni anglab qolatdim. Ammo hech nima demaydim. Bahadir necha qitim ularning qaqshig'ini anglab tanbih berdi. Sizning og'zingiz onangizning qo'rsiqida qolmagandan keyin, xalqning til ahonatini anglab o'tirguncha sizmi deydiganni deb qo'rsiqingizni bo'shatsangiz bo'lmamdi, ha? Davomli mushundaqli yuriydi ekansiz. Shunga xalq bo'zaq qiladi sizni. Ammo men kulibli qo'ydim. Savrning tegi oltin deb hammaga chidashlik bergan men mana haqiqiy baxt ta'limni topdim-ku. Mana ikkinchi balamni o'ngishliq yengib oldim. Bu o'g'limmi saq salomat edi. Shunchalik chiroyli, Bahadirga qo'yib qo'ygandek o'xshaydi. Ikkinchi balam tug'ilganda qiynotam nayda xush bo'ldi. Shuning bilan balamizning beshik to'ylari bilan qo'shilibla Bahadir bilan o'tkazib bo'lmagan to'y marakimizni baraqla o'tkazib berdi. Ham bizning qo'limizga pul berib, balalarga o'zi qaraydiganligini, bizning sayohatga chiqib, cho'gilab kelishimizni aytdi. To'g'ri bo'lsa-mu, mana Tiananmeniga keldim. Sadichin sepiliga chiqdik. Davlat bayramida vatanimning bayrog'ining osmonda qad ko'tarib lapildiganligini o'z ko'zim bilan ko'rdim. Shuningdan keyin dadam bilan opamni yo'qlab turdik. Dadam ortiq so'zlamaydi, lekin bizdan o'zini qachirib yuradi. Anam bo'lsa, bolalarimni beqib, ularni erkiltib, so'yib, bizning baxtimizdan hozir oladi. Menmo o'zim arzu qilgan baxtga erishdim. Har bir qizning baxtli o'tishini umid qilaman. Har qanday odamning kamchiligi bo'ladi. Balkim mendek miyib bo'lishi yoki boshqa kichik kamchiligi bo'lishi mumkin. Lekin hammamiz aqko'ngil qalbimizni birga elib tirishsaqla, hammani o'zimiz arzu qilgan nishonimizga yetamiz. Baxt bizga quchoq ochadi. Yaxshi qilib, hargiz yada qolmaydi. Har bir miyib qizga, har bir kamchiligi bor qizga, har bir mukammal bo'lmagan qizga baxt yor bo'lsin.